Endi shu desang o'g'lim, to'y qilmasa bo'lmaydi. Sekin gapirasiz, 32 ga to'ldim. Odam o'zi zanglashni boshlayotdi-yu. Uyimizga bitta ayol kishi kerak. Onang o'lganiga ham 5 yil bo'ldi. Shu desang, men bitta ko'z ostimga olib qo'yganim bor. Zo'r o'ylabsiz-da. Rahmat. O'shanga sovchiligi bor berasan, meni vakilim bo'lib. Men boramanmi? Adam bor billi o'lib ketganlar-yu. Bar mashina savat qil. Biza uyingizga qulchilik keldik. Ayolim o'tib ketganiga 5 yil bo'ldi. O'g'lim ikkalamiz ayol kishisiz qiynalib qoldik. O'shaning uchun o'zimiz keldik. Ha, tushundim sizlarni, tushundim. Maftuna, choy olib qizim. Tushundilar. O'g'lim yog'ini o'zing tushirasan, men tashqarida bo'lib turaman. Uzr opa. Sizni ko'rib, onamni ko'rgandek bo'ldim. Uyimizda bosh-qosh bo'lib turardingiz. Yo'q demang, adam yaxshi insonmi? Bir marta uchrashuvga chiqib ko'ring. O'zi mana bir umr sizdagi o'g'lim bo'lishini xohlagan. Rahmat. Ada bo'ldi xal. Ertaga uchrashuvga chiqasiz. Voy malades ota-o'g'il, sustirib olasan, o'zimga o'xshagan. Bo'lib ketdi yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutib qolmadingizmi? Yo'q. O'zingiz olib chiqibsiz-da. Kimmi? Qizingizni Maftunaxonni kecha o'g'lim tushuntirgandir yaxshilab. Voy o'li sharmanda. Men o'zimga kelibsiz deb o'ylanma. Hali 18 yashar qizimga kelomidi. Qarib qo'ymagacha. Opa, men sizga tushuntirib beraman. Beradigan qizim yo'q. Voy. Xudoyim, hech qilib hech kim ko'rib qolmaganmikan? O'g'li onam desa, menga kelibdi deb o'ylab laq etib tushunmana. Latta! Hadi. Bitti ish eplolmaysan-a? Nima bo'ldi? Sen kimga gaplashib chiqding menga? Mashkur ekaningni. Voy, shoptaliq oqa mashkur ekaningni boshimga uramanmi? Qizini gaplashmaysan, tupoy. Ada, qizi, siz tugur menga tegmaydi. Mendan 12 yosh kichkina qiz-u. Ay, nima qildi, men ham yoshman-ku hali. Bir ish eplolmaysan-da. O'zcha oilasi ham bo'lmag'ur ekan. Aytgancha, ertaga mana qizga boramiz. Insti yaqinni bitiribdi. Yosh bu ham. Ay, nima qildi, yosh bo'lsa men ham yoshman. Shalimga ko'p gapirma.